Assalomu alaykum Ali TikTok. Mana bugun Zafar TV qayerdasan desalaringiz, Hajaynaning pijamasiga kelganman. Inshaalloh hozir Hajayna zo'r yangilikda aksiya qo'yibdi sizlarga. Hajaynaning o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Ahli birodarlar, ahli islom inshaalloh shunday bir aksiya qildik. 500 kishi kelib, kompleksli pijama olsa, inshaalloh nasib qilsa o'shaning ichidan bir kishi hajm bo'ladi. Ondan keyin hajm bo'ladigan birikdan inshaalloh agar qo'llab-quvvatlash jo'natamiz. Bu bilet sotib olmaydi. Keladi, pijamani qiladi, shu pulning ichidan hajmga jo'natamiz inshaalloh. Ondan tashqari keyin inshaalloh kamzot ayollarga yordam qilamiz degan niyatdamiz. Bizga Alloh shuni beribdi, biz shuni beraylik, o'zimizning aql kelarimizga degan niyatdamiz. Eshitdilaringiz, ko'rdilaringiz, Hajayna nima dedi? Kelib bir tushib ketsangiz, shu Hajaynaning pijamasi adreslarini qoldiramiz, shu pastga telefon nomerlarini. Mumkin sizning omadingiz chovib qolib, shu yerdan shunday 500 odam ichidan shunday siz chiqib qolsa, qarabsizki, siz hajmaradasiz inshaalloh. Shu kunlarga yetsin. Allig'rimi Muzaffar Aynajon shu yerda tushib turibdi. Mumkin endi aytib qo'ymaydi. Buning ichida Muzaffar Ayna bo'lib qoladi. Buni ham yozib qo'yapti, xudo xolasa. Aksiya boshlangan. Mahfinat bo'lmaydi lekin biz o'zimiz ishtirok etamiz. Hammasi zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Nima demoqchiman? Zo'r bo'ladi. Biz tufayli yoki huzurga borib kelsangiz, biz xursandmiz. Duo qilsangiz bo'ldi.